Navbatdagi tovarimiz. Ko'rib turganlaringizdek, Gorni. Tog'larda juda ham zo'r yuradigan. Yama, pamalar umuman bildirmaydi. Amortizatorlarning kattaligini qarang. Vobshe zo'r. Lifan Moto brendida oid. Hozir buni motorini kubasi 250 kubali, bak sig'imi 15 litr plus 4 litr xarajat. 3,5 deb beryapti, bizda baribir 4 litrga aylanadi. Umumiy ko'rinishi mana shu, oldilari va oldinlar 18 razmerdagi balon. Bunaqa mototsikllarni faqat internetda yoki jivachkalarni nima deydi, nakleykasidan chiqardi. Mana endi Xudoyim nasib qildi o'sha Samarqand Qarshi klubga sotishni shunaqa narsalarni. Buni narxi 36 million. Kimda kerak bo'lsa nomer telefon pastda qoldiraman. Bemalol elektron tablo, bitta gazni ham beraylik. Kimda kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Magazin mana shu. Ecobike, Lifan Moto hammasi bor. Dastavkamiz bor, Samarqand bo'ylab dastavka qilib beraveramiz.